Shinsey hökumetining mohiyati. Shinseyning hozir Sharqiy Turkistonda yuritayotgan hukumatining mohiyati butun dunyoga ma'lum. Lekin uning rasmiy bir Xitoy amaldori ekanligiga qarab yoki uning tashviqotlariga aldinib, uning hokimiyat usuli va mohiyatini tushunmagan kishilarni ko'ryapmiz. Shuning uchun bu haqda bir oz to'xtalib o'tishni lozim ko'rdim. Shinsey hukumatni qo'lga olgan kunidan boshlab asta butun idoriy ishlarni Sovet usuli bo'yicha yurgizgili boshladi. Sovetlar uning bu xizmati badaliga qurol yaroqlar, aeroplan, askar va boshqa muhim askariy lozimatlarni berdi. Shinsey bu yordamlar bilan Sharqiy Turkiston milliy inqilobchilarini besiqtirdi va yurtni besib oldi. Ma'muriy, askariy va iqtisodiy ishlarni kommunistik tuzum bo'yicha elib berish va buning vositasi bilan Sharqiy Turkistonni bir Rus mustamlikasiga aylantirish uchun Sovet ittifoqidan nurg'un, ya'ni maslahatchilarni elib keldi. Minglarcha Rus askarlarga Xitoycha askariy kiyim kiydirib shaharga o'rinlashtirdi. Xalqni har xil tuhmat bilan qarlab, o'ltirdi va turmaga soldi. Buning bilan xalqni ruhiy jihatda vayron qildi. İnsanning tabiiy haqqi bo'lgan din erkinligi, fikr erkinligi, tijorat va sanoatdagi erkinligi, siyosat erkinligi va o'ltiraqlashish erkinligi qatorliq haqlarni yo'qotib, kommunizmning asorat zanjiriga bog'ladi. Butun Sharqiy Turkiston xalqini Rus bolsheviklarining Turkiston xalqini bo'lib tashlagan Türk düşmanlik siyosati bo'yicha, ya'ni 14 millatga ayrishga kirishdi. Bu uydurma, ya'ni 14 millat degani ko'chman butparast Xitoylar, ko'chman musulmon Xitoylar, ya'ni Tunganlar va Rossiyadan kelgan Rus ko'chmanlardan iborat. Eng oz sonliq millatlar bilan butun Sharqiy Turkistondagi bir turk millati bo'lgan xalqlarga hech tunish bo'lmagan boshqa 11 nom uydirib, qorashtirib, yasab chiqqan millatlardan iborat. Bu uydirma, ya'ni 14 millatning har biri uchun zo'rlab Sovet ittifoqidagiga o'xshash tatarcha, ya'ni oqartish uyushmasi degan tashkilotlarni qurib chiqdi. Buningdan maqsadi Sharqiy Turkistonda qadimdan bir tuqqan va bir millat bo'lib, nihoyatda inoq va birlikda yashab kelgan turk millatini boshqa yo'l va mafkurga boshlash bilan birga dushman qilib, bularni asorat zanjiriga texmo mahkam bog'lashdan iborat. Chunki Ruslar G'arbiy Turkistondagi butun Shimoliy Osiyodagi, Kavkaziyadagi va Sharqiy Yevropadagi turklarni bu shaklda parchalab, ularning qinini sho'ravatganligi ko'z oldimizdadir. Shinsey yana bir tarafdan o'z vatandoshlarini va tuqqanlarini Rus jallodlarga tutib berib, jon boqqan vijdonsizlardan minglarchisini Sharqiy Turkistonga elib kelib, ularni kommunizmni tashviq qilish, tarqitish va josuslik xizmatiga soldi. Chunki Sharqiy Turkistondan undaq vatan sotquch xoinlar chiqmadi. Yosh o'smirlarning suzuk zehnini kommunizm bilan zaharlash uchun minglarcha maktab ichib, ularni muallim qildi. Shinsey bu ishni, ya'ni Sharqiy Turkistonning ma'rifini taraqqiy qildirdim deb yurt ichida, ya'ni Xitoyda keng tashviq qildi. Ammo vatanning mohiyatini bilgan kishi ma'rif nada, bu maktablar nada, o'p-uchuq ko'ralaydi. Chunki hozir Sharqiy Turkistonda zamonaviy fan bilimlar uchun muallimlar yo'q va kitobmi yo'q. Faqat Shinsey ilib kelgan bir qancha vijdonsiz tashviqotchilarni muallim deb ma'sum bolalarning beshiga musallat qilganligi bizga ma'lum.
Buningdan boshqa Shinsey Sharqiy Turkistonning butun tijoratini Sovetga bog'ladi. Natijada yurtning iqtisodiy Sovetning qo'liga o'tdi. Shinsey ayni zamonda Sovet ma'muriy xodimi bo'lib, uning hukumati Rus bolsheviklarining G'arbiy Turkistondagi jallodlik, yolg'onchilik va shaytonlik ustiga qurilgan hukumatining o'z aynidir. Shinsey faqat og'zida Xitoy Jumhuriyati hukumatiga tava. Demak, Sharqiy Turkiston xaritasidagi siziqlardala Xitoyga tava. Xitoy markaziy hukumatimi qadimdan tortib odatlangan, ya'ni quruq obro'yparastlikdan Shinseyni Sharqiy Turkistonning hukmdori deb e'tirof qilib, 15 million xalqning huquqiy va taqdiri qurbon qilmoqdadir. Uning ustiga Xitoy-Yapon urushi boshlanganlikdan keyin Xitoy hukumati Sovet ittifoqidan olgan urush lozimatlarini Sharqiy Turkiston orqali to'shishga majbur bo'lganlikdan Sovet ittifoqiga va Shinseyga texmo ko'p xushomat qilib, ruslarning Sharqiy Turkistonda ta'sir doirasini texmo kengaytishiga yo'l qo'ymoqda. Ya'ni o'chga jon qayg'usida, qassob yoq qayg'usida. Shinsey degan kim? Shinsey Manjuriyada tug'ilib o'sgan bir Xitoy. Manjuriyadagi Xitoy maktablarida o'qigan. Keyincha Yaponiyada harbiy oliy maktabni bitirgan. Birinchi dunyo urushi tugagandan keyin Manjuriya Kommunist partiyasiga qatilgan va Manjuriya vatan xoinlari bilan birga ishlagan. Yaponlar Manjuriyani olganda Nanjingga qochib kelib, Xitoy hukumatining xizmatiga kirgan. Jinshurin Sharqiy Turkistonga shoji bo'lgandan keyin 1928-yili Jinshurinning xususiy kotibi bilan tanishib qilib, birga Urumchiga kelgan. Urumchida odatdagi bir askariy darajalik xizmatga o'rinlashgan. Keyincha bosh maslahatchi va harbiy maktabning mudiri bo'ldi. Shinseyning Sharqiy Turkistonda qilgan ishlari yuqorida bayon qilindi. Amdi tövanda uning siyosat va tarixdagi o'rni haqida bir oz to'xtalib o'taman. Shinseyning xo'jayini ruslar va xushomatchisi bo'lgan bir qism Xitoylar uni, ya'ni Sharqiy Turkistondagi inqilobni o'zining dohiyona qobiliyati bilan besib turib, bu yurtni tinchitgan. Orqada qolgan bu yurtda ma'arif, askariy va iqtisodiy ishlarni taraqqiy qildirgan. Va hokazo deb maqtab tashviq qilmoqda va ko'rsatgan bu xizmatlarga uni, ya'ni Shinseyni, ya'ni Xitoyda olim, doi degan ma'nodagi unvon bilan atamoqda. Ammo tarix yolg'on guvohligini qabul qilmaydigan eng adolatli so'roqchidir. Oxiri bir kun g'arazli kishilarning qorni oq va kechini kunduz deydigan yolg'on tashabbuslarini pash qilib, ularni qora yuz qiladi. Shinseyning o'z vatani Manjuriyani ruslarga setish uchun qilgan ishlari inkor qilishga bo'lmaydigan bir tarixiy xoinlikdir. Sharqiy Turkistonga kelgandan tortib, faqat o'z shaxsiy manfaatini deb Sharqiy Turkistonni ruslarga sotganligi va o'zining milliy davlati bo'lgan Xitoy hukumatiga xiyonat qilganlik jinoyatlari oshkora ko'rinib turmoqda. Zulm va istiboddan qutulish, insoniyatning muqaddas haqqi bo'lgan ozodlik ne'matini qo'lga keltirish uchun haqqoniy bir inqilob qo'zg'ab chiqqan bir millatning huquqini dafsanda qilib, faqat u millat ustida hukmron bo'lish maqsadi bilan dunyodagi eng zolim va qonxo'r Rus bolsheviklaridan yordam elib, bu millatni va vatanini nihoyatda arzon bahoga sotganligi, o'zining bir necha yillik mansab va taxti baxtini saqlab qolish uchun u millatni kommunist jallodlarning qo'liga tutib berib, o'tqa va qonga puchlatganligini hammamiz ko'rib turibdimiz. Buningga o'xshash bir xoin tarixda bak oz ko'riladi.
Şuna tarix bununğa öz layiqida javob bergüsi. Hech bo'lmaganda tarix adolati yuqorqi nahaq unvonning bir harfini yangushlab Shing Shazi, ya'ni dunyo o'g'risi Shing degan unvonni berdi. Mana bu uningga eng loyiq bir tarixiy nomdir. Hijriya 1359-yili Rabbil Avvalning 10-kuni payshanba, 1940-yili 4-oyning 18-kuni Kabul, Afg'oniston. Muhammad ibn Bug'ra imzo.